Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda attendance ya'ni davomat modulini ko'rib chiqamiz. Asosiy menyuda attendances moduliga kirib olamiz. Birinchi bo'lib xodimlarni davomat ro'yxatini ko'rib turibmiz. Bu yerda new tugmasini bosish orqali yangi yozuv davomat yaratishimiz mumkin. Bu yerda xodimni tanlab, check-in va check-out vaqtlarini kalendar orqali qo'lda belgilashimiz mumkin. Misol uchun 18-maydan 20-maygacha bo'lgan vaqtni kiritamiz va apply tugmasini bosamiz. Overview bo'limi. Overview bo'limida xodimlarni kunlik yoki oylik ish jadvalini vizual tarzda ko'rishimiz mumkin. Har bir xodim qachon ishlaganini, ish vaqti qancha davom etganini aniq ko'rib turishimiz mumkin bu yerdan. Management bo'limiga o'tamiz. Bu yerda to approve ya'ni tasdiqlash kutayotgan filtr yordamida xodimlar kiritilgan noto'g'ri yoki qo'shimcha vaqtlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Har bir qator o'ng tomonga refuse tugmasi bor. Bu orqali noto'g'ri kiritilgan vaqtlarni olib tashlashimiz, ya'ni ignore qilishimiz, ya'ni rad etishimiz mumkin bo'ladi. Kiosk mod bu nima? Bu yerda u bizga 3 usulni taklif qiladi. Planshetda pin kod bilan, shtrix kodli pechda yoki token orqali select on tablet ya'ni planshetda belgilashni tanlasak, xodimlar ro'yxati chiqadi va ularni o'zini nomini bosib davomat qayd etishlari mumkin, ya'ni check-in yoki check-out qilishlari mumkin bo'ladi. Va hammaga qiziq bo'lgan reporting ya'ni hisobotlar menyusi. Bu menyuda attendance tanlaymiz va bu yerda measures o'lchovlar tugmasi orqali worked hours ya'ni ishlagan vaqtlar, theoretical hours, difference va balance kabi ustunlarni jadvalga qo'shishimiz va ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Insert in spreadsheet tugmasini bossak, bu tugma orqali Excel'ga insert qilib olishimiz, ya'ni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi va bemalol yachekalida ko'rishimiz mumkin. Reporting ichida time of ledger bo'limida xodim rejalashtirilgan ish vaqti va haqiqiy ishlagan vaqti orasidagi farqni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ta'tillar va ish vaqti balansini tahlil qila olamiz. Va configurationdan settingsga o'tamiz va bu yerda automatic checkout ya'ni ish vaqti tugashi bilan avtomatik chiqishni bosish, device location tracking ya'ni joylashuvni kuzatish kabi funksiyalarni yoqishimiz mumkin bo'ladi. Employee pin identification'ni yoqib, xodimlar uchun xavfsizlikni kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda rule sets ya'ni qoidalar. Rule sets qismida default rule setni tanlaymiz va bu yerda ortiqcha ishlagan vaqtlar, ya'ni overtime qanday hisoblanishini belgilashimiz mumkin. Maximum rate yoki sum of all rates ni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Employee schedule rule ichiga kirsak, ma'lum bir ruxsat etilgan farq bilan vaqtlarni qanaqa qilib hisobga olishi sozlab olishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan barcha sozlamalarni tugatamiz. Regenerate overtime tugmasini bosib, o'zgarishlarni yengillashimiz mumkin. Odoo'da davomatni boshqarish shunaqa oddiy va aniq va oson. Shu bilan video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarga ko'rishguncha salomat bo'ling.